qabul qiluvchidan ishlab chiqaruvchiga o'ting. Men yana bir gapni qilgam. O'rganishning eng yaxshi usuli o'rgatish. Men o'quvchilarimga ham deyman. Bo'lsa, siz bir to'pdan birini quring. O'rganish to'pi. Ondan mening darslarimni so'zlab shu yerda inovat deb qo'ying. Hech qisi yo'q. Endi bu yerda har qanday odamningki so'zlaydiganga obyektiv bo'ladi. Hamda har qanday odamning uningdan yuqorisi bo'ldi, uningdan tövani bo'ldi. Mayli saviyasi tövan bo'lsa-mu, uningdan tövan odamlar bor. Atrofida urug' tuqqanlari, do'stlari yoki bir tanishlari bo'ldi. Ma'lum bir bilimni o'rganib olib, men debray desa, amniyatni anglaydiganga hamon odam chiqadi. Cho'qim sizdan tövan odam bor. Siz faqat dastlabda pul qabul qilmasangizlar, bekorlik so'zlab bersangizlar, hamon anglaydigan odam chiqadi. Mush ishni astoydil qiling. Birsi, bu masala sizning psixik masalalaringizni hal qiladi. Mayli sizning saviyangiz yuqori bo'lsin, tuvan bo'lsin, mayli bizga o'xshash o'qituvchilarning darsini deb bersangiz bo'ldi. Falon ma'lumning darsini anglagandim, falon kitobni o'qigandim, buningda menda ta'sirotga ega bo'ldim. Deb bersangiz bo'laverdi. Buningda birsi sizning psixik masalangiz hal bo'ldi. İkincisi, bu kelgusida pul tepishingizga asos bo'lishi mumkin. Bu butunlay mumkin. Siz bir mezgil tirishib 500 dan 1000 gacha odamning ishonchisiga erisha olasınız. Mo'shu odamlar turmushdagi nurg'un iste'mollarda siz orqali bir narsa situasiya bo'ldi emasmi? Bundan keyin shaxsiy munosabat intayin muhim bo'lib qoladi. Mayli cho'ng odam bo'ling, kichik odam bo'ling, siz ma'lum bir vaqt, ma'lum bir mazmun, ma'lum bir ko'ngil shakli yoki bir narsa chiqargandan keyin boshqalarning ishonchiga erishsangiz, mushu ishonch kelgusida ma'lum bir iste'molga asos bo'lib qolishi mumkin. Jamiyatda hamon ma'lum bir ojiz to'plar bo'ladi. Masalan, yashanganlar. Ular kuyinishga muhtoj. Ular so'zlashishga, fikrlashishga muhtoj. Ashlar yordam qilsangiz bo'laverdi. Albatta dastlabki vaqtda bu yordam asosi bo'ldi. Aldirab pul tepishga aldirab kelsak yaxshi bo'lmaydi. Oldi bilan boshqalarga yordam qilish, do'st tutish, ularga mayli xayr-saxovat o'rnida bo'lsin yoki qanday maqsadda bo'lsin, boshqalarga yordam qilsangiz ishonchsiga erishsiz. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin o'sha odamlar oyada qism bo'lgan, mayada qism bo'lgan iste'mollarni siz orqali qilishi mumkin. Doktor Dolqun Qodirov Korxonchilar klubining 2026-yillik o'quvchi qabul qilishi boshlandi. Ondan ilmiy maqola yozgandimi mana bir gap bor. O'rganishning yana eng yaxshi usuli bir narsa yozish. Kechgacha kitobni o'qiyvermay, mana haqiqiy ko'p narsa yozadigan odamlarningki bir odati bor-da. Hozir men bugun kitob o'qimoqchi. Kitob o'qishdan maqsad men bilim olmoqchi. Mandaq demaydi, men bilimi kuchli odamlar men bir kitob o'qib, bugun ma'lum bir bilim elib olay degan ishni qilish bilan birga mush ish orqali men nima yozaman, nima chiqaraman deb o'ylaydi. Ya filmdan birini ishlaydi, yoki maqoldan birini yozadi, yoki xotirdan birini yozadi. Demak, bu yerda ilmiy tadqiqotning jarayonimi amaliyotda shu ishlab chiqaruvchi bo'lishimiz kerak-da. Bir maqolani oyatni o'qib yoki kitoblarni o'qibla shu kunning ichida bir narsa chiqarsak, bir maqoldan birini yozib olsak, mavi bizning ilmiy amgikimiz eng unumli bo'ladi. Shunga ko'p maqola yozadigan, ko'p kitob o'qiydigan odamlarning o'rtaq bir odati ular ishlab chiqaruvchi. Masalan, wo zhu liu jing deydigan gap bor. Liu jing zhu wo. Ma liu jing degan gaplar oltidani dastur hamda qadimgi kitoblar. Wo zhu liu jing degan gap men ma kitob o'qish jarayonida mushu dasturlar, buyuk kitoblar uchun xizmat qildim, men mushularga qo'shildim emas. Liu jing zhu wo degan gap mushu dasturlar men uchun xizmat qilish kerak degan gap. Ya'ni biz kitob o'qiganda eng yaxshisi men mama kitoblarni o'qiyman demay, men mama kitoblarni o'qib bugun nima yozaman deb o'ylasak yaxshi. Demak, ma kitoblar mening bir narsa yozishim uchun xizmat qilish kerak. Ma degan shu bo'ldi. Shuru bo'lmaydi. Shunga xulosalab aytsak, mayli psixik jihat bo'lsin, mayli pul tepish nuqtasidan bo'lsin, mayli boshqalarga yordam qilish nuqtasidan bo'lsin, bizning hayotimiz shu ishing bo'lishi kerak. Ishlab chiqaruvchi, paydo qiluvchi, sotquchi ma rolni o'tishimiz kerak. Hargiz shu ishing bo'lmaydi. Masalan, qabul qiluvchi,
iste'mol qiluvchi, setib oluvchi bo'lsak, boy degandek kino ishlaganlar kino ko'rmaydi. Tor o'yini ishlab chiqaruvchilar o'zi yo'shi o'ynamaydi. Nashriyatdagilar ancha kitob o'qimaydi. Sayohat o'rnining loballari o'zi sayohat qilmaydi. Demak, mishayadagi masalani hal qilishning eng yaxshi usuli siz ishlab chiqaruvchi o'zsingiz, uşaq-uşaqqa aksiz qiziqmas qolasiz. Psixik masalangiz hal bo'ladi, pul topa olasiz, boshqalarga yordam qila olasiz. Shunga bir umr biz ishlab chiqaruvchi bo'lib o'tishimiz kerak.